Bolalarim bilan meni olib yurgansan. Har yerlarga olib borgansan. Chiroyli joylarga olib borgansan. Mana mehribon mashinacham. Asalim. Mashinacham bilan xayrlashaman, go'zallarim. Sevgiligim. Sevgilim bilan xayrlashaman. Shirinim mana. Chakkalaringni silab qo'yaman. Jonim. Assalomu alaykum aziz va qadrli kuzatuvchilarim. Sog'-omonmisizlar, yaxshimisizlar? Yana meni kanalimda mehmon bo'lib, yangi vlogimni kuzatishni boshlaganingizdan juda ham xursandman. Qo'llab-quvvatlab, shunchalik like bosib, izohlar qoldirayotganingiz uchun ham minnatdorman. Bugun men uchun, nafaqat men uchun, oilamiz uchun ham og'ir kun, chunki eng yaqin do'stimiz, eng yaqin og'irimizni yengil qiladigan, har bir kunimizda nima deydi, bizga yordamchi, bolalarimni maktab, bog'chalarga tashiydigan, olib borib olib keladigan, keyin meni olib yuradigan, issiqqina shamollardan himoya qilib, issiqlardan soyabon bo'lib, sovuqlardan bizni isitib asragan, chiroylikkina, shiringina haqiqiy do'stimiz. Mashinamni bugun sotishga olib ketyapman. Bu men uchun juda ham og'ir. 3 yillik do'stim, 3 yil, 2018-yil sotib olganmiz tug'ilgan kunimda. Qariyb 4 yil bo'ladi. Shuncha yil mashinamni minib yurgan bo'lsam, biror marta bitta joyini qashqa qilmadim. Shunaqa yaxshi mindim, shunaqa chiroyli qilib asrab mindim. Borib mana O'zbekistonda pravamni yangilab keldim, ko'rdinglar. Lekin O'zbekistonda o'sha prava yangilash jarayoni oson bo'lmadi. Pravam yo'qolgan bo'lgani uchun yana qaytadan arxivga borib, hamma o'sha o'qigan qog'ozlarimni ko'tarib, guvohnomasi bor edi, lekin guvohnomasi Shvetsiyada qolib ketgan edi. Bu yerga olib kelgandim. Shuning uchun hamma arxivdan qog'ozlarni ko'tarib, olib borib, bir 3-4 kun vaqtim ketdi, lekin menga bitta alam qilgan narsa, bilasizlar, men hech qachon O'zbekistonni yomonlamayman. Endi bor muammolar, yo'q emas. Gapiraman desam, muammolar juda ham ko'p, lekin hamma davlatda bor muammolar, faqat O'zbekistonda emas, boshqa davlatlarda ham muammolar tiqilib yotibdi. Aytmoqchimanki, menga bitta yoqmagan narsa, meni hijobimni yechtirishdi. O'sha prava uchun suratga tushayotganimda, "Yo'q, yechasiz" deb turib olishdi. Bo'lmasam suratga olmaymiz deyishdi. Shuning uchun menga juda ham alam qildi. Mana men Shvetsiyada bir necha turdagi hujjatlarga suratga tushganman va suratlarni birortasida men hijobimni yechmaganman. Hijob bilan suratga tushganman. Mana hozir shu yerga qo'yaman. Ro'molimni yechmaganman. Meni majbur ham qilishmagan ro'molimni yechishga. Nima demoqchiman? Shvetsiya musulmon davlat emas, lekin bu yerda yechishmaydi. Ro'molini yechmasdan turib ham suratga tushish mumkin. Nima uchun ro'mol yechilishi kerak, men bilmadim. Nima deydi, buni siyosatga aralashish deyish noto'g'ri. Bu har bir insonni o'zini shaxsiy, nima deydi, daxlsizligi O'zbekiston qonunlarida bor. Hech kim hech bir insonni shaxsiy daxlsizligini buzishga haqqi yo'q. Masalan, ro'molda bo'ladimi, kiyimda bo'ladimi? Nima uchun masalan o'sha ro'molda bo'lsam, o'sha yuz, o'sha ko'z, to'g'rimi, ko'rinishi? Men yechib suratga tushdim, lekin o'sha yerda boshqa erkaklar ham bor edi, chiqib turinglar deb aytdik, chiqib turishdi. Suratga oladigan erkak, lekin ko'rdi. Endi nima deydi?
insonni shaxsiy erkinligi bo'lishi kerak. Buni majburlashga hech kimning haqqi yo'q deb o'ylayman. Xullas, mashina haqida gapirayotgandim. Yangi mashina olganman 2018-yilda. Mana hozir borib buni sotsam menga pul berishadi. Istasam naqd pul berishadi, yoki kartamga o'tkazib berishadi. Ya'ni o'zim sotib olganim uchun yana o'zim sotib olsam ham puli o'zimniki. Shvetsiyada yana boshqacha turli xilda mashina olish usullari bor. Masalan, 1 tiyin to'lamasdan olib haydab yursangiz bo'ladi. Oyiga pul to'lab yurasiz. Yoki o'sha mashinani kontrakt asosida olib yana qanchadir muddatdan keyin uni olib borib berishingiz kerak. Shvetsiyada mashina olish umuman muammo emas, go'zallarim. Telefonim tushib ketdi. Endi meni ko'rmasanglar ham mana bundoq qilib olaman. Xullas, go'zallarim, Shvetsiyada mashina olish muammo emas. Istagan paytingizda bemalol istagan mashinangizdan olishingiz mumkin. Agar siz ishlasangiz, kreditga ham olishingiz mumkin, lizingga ham olishingiz mumkin, yoki shunchaki minib yurishga ham olishingiz mumkin. Shunchaki sizda prava bo'lsa bo'ldi. Mashina haydashni istaydigan qizlar juda ham ko'p, ayollar ko'p va meni kuzatuvchilarim orasida mashina minadigan ayollar ham ko'p bo'lishi mumkin. Albatta, izohlarda yozib qoldiringlar. Mashina minasizlarmi yoki minish xohlaysizlarmi? Sizlar pravilar bormi yoki pravali bo'lish xohlaysizlarmi yoki sizga yoqmaydimi mashina minish? Umuman nima deb o'ylaysizlar? Ayol kishi mashina minsa bunga qanaqa qaraysizlar? Ayol kishini mashina minishiga sizlarga yoqadimi mashina haydash? Hamma fikringlarni qoldiringlar, izohlarda kutib qolaman. Xullas, ozgina qoldi. Hozir yetib boraman mashina saloniga. Mani jonim, ko'zmonchog'im, kichkinagina qip-qizilgina mashinacham. Mani seni juda ham yaxshi ko'raman. Mana shu ro'paradagi mani mashinam, ko'ryapsizmi? Mana salonga keldim. Hozir kiraman, salonga kirib mashinamni berib pulni olib ketaman. Mani mashinacham, qadrligim, mani asalim. Seni juda ham sog'inaman, yaxshi ko'raman, seni qadring bilinadi. Inshaalloh sendan ham zo'r, sendan ham yaxshirog'ini Allohim nasib qilsin. Lekin men senga xiyonat qilmadim. Meni kechir, seni sotib yuborayotganim uchun. Inshaalloh mendan ham yaxshiroq xaridor, mendan ham yaxshiroq minadigan yaxshi bir haydovchiga uchragan inshaalloh. Yana ozroq qo'shib shunaqa mashina olmoqchiman. Tanlashib olinglarchi, qaysi birini olay? Mercedesmi, BMWmi, Volvomi? Yoki mana buni olayman. Baho beringlarchi. Oling desanglar olaman. Yoqdimi sizlarga? Bu ozgina minilgan ekan, juda ham yangi emas, lekin juda ham eski ham emas. Agar shu mashinani hozir oladigan bo'lsam, oyiga qariyb $600 pul to'layman va ustiga yana pul beraman. Shunda mashina narxi $50,000 oshadi. Nima deb o'ylaysizlar? Hayır, boshna jonim. Mohina sabzili tort qilmoqchi ekan. Shu masani tayyorlab qo'yibdi. Bunga 4 ta tuxum va 2 stakan shakar qo'shibdi. 1 cho'mich desam ham bo'ladi. 1 cho'mich o'simlik yog'i qo'shdi.
retseptni ko'rmoqchi yana bir bor. Mahina internetga qarab pishiradi hamma narsalarni, lekin har safar zo'r chiqadi pishiriqlari. Mana yog' bilan yaxshilab aralashtirgandan so'ng, keyin nima qo'shding bolam? Oshxona soddasi qo'shdi. Oshxona soddasidan keyin un qo'shdi. 1,5 stakan un va ozgina bir 6 qoshiqcha suv qo'shdi. Va ko'rib turganingizdek, ikkita sabzini qirg'ichni mayda tomonidan chiqazib, uni ham qo'shib yubordi. Zo'r chiqibdi-ku bolam. Rahmat. Necha minut pishirding buni? 40 minuter. 40 minut necha gradusda pishirding? 145. 175 gradusda pishiribdi. Hali ko'rsatgan massamizni va kremini qanaqa qilding bola? Philadelphia färskost. Philadelphia färskost. Philadelphia bilan qancha Philadelphia? 250 gram. 250 gram Philadelphia va shakarmi? Det var florsocker. Pudra. Qancha pudra qo'shding? 1 piyola. 1 piyola. Va limon, limon po'stini qirib soldi. Limon sokni. Limon sokkisi qilib yubordik. Zo'r. Mamma, vad tycker du? Räcker det här eller ska jag göra resten av det här också? Hali kesib sizlarga ham ko'rsataman. Pardalarni yuvdik. Endi yana ilishimiz kerak qursa. Uyimizni yonginasida mana shunday asallarining uyi bor. Buni egasi har yili 2 banka asal beradi bizga, nafaqat bizga, balki shu atrofdagi hamma qo'shnilarga berib chiqadi. Mashaalloh. Bir pas gapirmay turinglar, videoga olay. Vay, bu bolalar bilan bir chiroyli video ham qilib bo'lmaydi. Xullas, sayrdan kelib ovqat qildim. Va sizlarga ham tavsiya qilib qolaman, haftada 2 marta, hech bo'lmaganda 1 marta bolalarga baliq beringlar. Bu juda ham foydali. Iftordan so'ng har xil Ramazon o'yinlar o'ynadik va bu o'yinlarni albatta keyingi hayitga bag'ishlangan vlogimda bo'lishaman. Inshaalloh kutib qolinglar. Biz bilan bo'lganingizdan minnatdormiz. Sog' salomat bo'linglar. Yana yangi vloglarda ko'rishguncha xayr ko'zalarim.